Voy, bu o'tgan safargi video 12 kun avval bo'lgan ekan. Video chiqarish kerak. Hammaga salom, sizlar Ethical Gaming kanalida. Sizlar bugun biz video qo'ymaganimga ancha bo'lib ketgan ekan, shuning uchun yangi video olamiz. Bugungi mavzuimiz input va butun sonlar. Hop, input bu o'zi nima? Input bu sizlarni yozgan kodlaringga nimani kiritish uchun imkoniyat beradi. Hozir masalan bitta misol keltirib ko'rsataman. Ism teng endi shu yangi kodni ishlatamiz. Input hop, qavs ochamiz. Hop, ikkitali qo'shtirnoq ochsalar ham bo'ladi, bittali ochsalar ham bo'ladi. Men ikkitali ochdim. Ismingiz nima? Endi so'roq yozamiz. Print ism ism bas. Print qavs ochamiz. Yana ikkitali qavs. Assalomu alaykum deb turib virgul qo'yamiz, joy tashlaymiz. Keyin qo'shtirnoq nariyog'ida plus ism. Mana shunday qilib yozamiz. Endi ishlatib ko'ramiz masalan. Ismingiz nima? Yoniga kiritsa bo'ladi ismimizni. Masalan yozamiz. Botir. Botir. Qolib ketdi. Mana yozganimizni sizga keyin salom beryapti. Demak, kod ishlayapti. Hop. Ana. Endi yana bitta boshqa kodni ham ishlatib ko'ramiz. Endi hozir bizni kiritgani yaxshiroq odam tushunishi uchun kerak bo'ladigan narsa mana shular. Mana bilgan foydalanish bo'ladi mana. Kiritish kerak ekan, ishdan tushunsa ham bo'laveradi. Shuni o'sha yoqqa kiritish kerak ekan deb o'ylashim mumkin. Ism teng input qavs ochamiz. Endi ikkitali qo'shtirnoq. Ismingiz nima? Qavs ochamiz. Endi o'tgan safar o'tgan mana kodlarda backslash n olamiz. Bizga shu kerak bo'ladi. Backslash ne? Endi bu belgilarni kiritamiz. Yozamiz. Endi yana print qavs ochamiz. Hop. String qo'yamiz bu safar. Assalomu alaykum. Endi virgul qo'yamiz. Endi qo'shtirnoq ichida bo'ladi. Gulli qavs ochamiz. Ism nuqta title shu kod kerak bo'ladi. Keyin qavs ochib qo'yamiz. Shu mana bu yerda xato bor. Ana bo'ldi. Endi to'g'ri ishlatib ko'ramiz. Ismingiz nima? Voy, ikkita kod bo'lib qolibdi. Ana to'g'rilab qo'ydik. Qilib tashlaylik. Endi to'g'ri qilib ko'ramiz mana. Endi Bobur. Ana, assalomu alaykum Bobur. Ishlayapti. Endi boshqa narsalarni qilib ko'ramiz. Endi butun sonlar mavzusiga o'tsak. Endi hozir biz kvadratni yuzasini hisoblaymiz. Hop. Yozamiz. Xohlagan narsa yozsa bo'ladi. Men kvadratni to'liq yozmadim. Voy. Tomonni o'sha kishi qisqartirib ozgina bir ikkita xat tashlab ketyapti. 20 yozamiz keyin. Kvadrat endi pastki chiziqcha yuzi teng
kvadrat mana shu. Keyin ikkita yulduzcha qo'yamiz. Keyin 2 yana ikkinchisi yulduzcha kerak emas. Ana. Endi yozamiz. Print qavsida kvadrat mini. Shu 100 bo'lar ekan. Kvadrat 100 kerak bo'ladi. Ana endi ishlatib ko'ramiz. Javobni chiqarib berdi. Hop, yana bitta yozib ko'ramiz. Qavs ochamiz. Ikkitani qo'shtirnoq ochib turib kvadratning yuzi virgul plus bo'ldi. Ishlatib ko'ramiz. Kvadratning yuzi 400. Mana bu yerga santimetr qilib qo'ysam. Yo'q, santimetr sig'mas ekan. 20 qilib qo'yamiz, shunday bo'laveradi. Hop. Endi yana boshqa misollarni keltiramiz. Endi doiraning radiusini hisoblab ko'ramiz. O'zimiz o'tgan safar ham qilganmiz. Qattiq shartlari mana pi. Mana shu kodga o'xshash bo'ladi. Hop. Pi teng 3,15 mana shunday pi. Endi yozamiz radius teng 10 diametr topib ko'ramiz. Diametr 2 ko'paytirilgan radius. Hop. Print qavs ochamiz. Aylananing uzunligi hop joy tashlaymiz. Virgul qo'yamiz. Pi ko'paytirilgan diametr virgul qo'yamiz yana. Endi yana qo'shtirnoq ochib turib ga teng deb turib nuqta qo'yib qo'yamiz. Nuqta qo'ymasalar ham bo'ladi. Men buni endi bekitib qo'yaman. Ishlab ketsa xalaqit berishi mumkin. Bo'ldi. Endi ishlatib ko'ramiz. Aylananing uzunligi 62,10 mingdan 8318 ga teng. Mana. Hozir hisoblab ko'ramiz. Mana. Avval agar noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa, men hisoblarni ko'rsatib beraman. Konsolda misol ishlasam ham bo'laveradi, masalan. Hop, 3 butun ko'paytiruv radiusni avval 2 ko'paytirib olamiz. 10 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 butun 15. Qani ana bir xil to'g'ri ketyapti ekan demak. Yana boshqa narsalar qilsa bo'laradi. Hop. Kalkulyatorga endi o'xshash narsa qilamiz hozir. A teng algebrik ifoda ham bo'laradi. A dan necha desa bo'ladi? Masalan 2 deymiz. Endi B teng buni 3 qilamiz mayli. Yozamiz print qavsida A plus B. Endi qanday chiqardik? Mana 5. To'g'ri. Buni yopib turamiz. Endi boshqa narsalar qilib ko'ramiz mana. Yana print qavs ochamiz. A
minus b qilsak. Ishlatamiz. Minus 1. To'g'ri. Yana yopamiz. Print qavs ichida yana a. Endi ko'paytirib b qilamiz. 6. To'g'ri. Yana bitta ishlatamiz. Yana print qavs ichida a bo'lib b. Qani? 3 ning 2 nishi bo'lmaydi. Hozir 3 mayli. Bunda ozgina boshqa narsa qilish kerak. Hozir xato qildik. Mayli, bo'luvni qilmay qo'yamiz. Bunda kvadratini 2 marta ko'paytiradi bunda. Mana 8. Buni birinchi bo'lib 2 marta ko'paytirildi hozir. Yana bitta qilamiz. Hop. Print yana qavs ochamiz. 2 ko'paytiruv qavs ochamiz a plus b. b. Bo'ldi. Ishlatib ko'ramiz. 10 to'g'ri. 5 ga 2. To'g'ri chiqyapti. Hozir boshqa narsalarni qilib ko'ramiz. Yozib ko'ramiz. Masalan, boshqa yana bitta misol keltirib beraman. Mana ham bekitib qo'yay. Pastga tushamiz. Yozamiz. Yosh virgul yoshdan keyin virgul ism teng 36 keyin virgul qo'yib turib bitta qo'ysa ham bo'ladimi? Olimjon. Mana katta qilaylik. Olimjon. Yozamiz. Print qavs ochamiz. Ikkitali qo'shtirnoq. F string qo'yamiz. Gulli qavsda ichiga chiqib turib ism nuqta title keyin qavs ochamiz. Yozamiz. Yana bitta gulli qavs. Endi yozamiz yosh deb turib yoshda qani endi ishlaydimi ko'ramiz buni. Olimjon 36 yoshda. Mana ishladi. Xohlagan ismlar qo'ysa bo'laveradi. Agar o harfi bor ismlar bo'lsa, qo'shtirnoqni ikkitaliga alishtirib olamiz. Hop. Endi yana boshqa nima ko'rsatishim mumkin. Hop. Yana qanaqalari bor edi? Menimcha shunisi ham yetadi. Endi o'tgan videoda kommentda yozishgan ekan, uyga vazifa ham bering deb. Hozir keyin sizlarga uyga vazifa inputga bitta kod, butun sonlarda mana radiusni, aylanan radiusini topish, kvadratni yuzini topishga bittadan misol. Hammaga xayr, e'tiborlaringiz uchun rahmat.